Aslida bugun iftorlikka nima yeymiz aka? Nimalar qolgan o'zi produktida? Shu aka makaron bilan garoq qolgan edi. Kecha ham makaron bo'lgandi. Bugun ham makaron bo'lsa. Ha, mayli. Bir amallarmiz. Yoki uyda egasiga yetsammikan, ha? 40 ming yetmayapti bir kunga bir kishiga. Yo aka qo'ying, narximga qo'yaylik, dogovordan chiqmaylik. O'zi ozgina qoldi, bir amallab turamiz bu yog'ini. Ustaga men pulga iftorlik qilib turing. Avansga yozib qo'ymanmi aka shunda? Yo, bu pulni avansga yozmaysiz. Onam haqlariga bitta duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Yaxshilik ustaga. Sog'lik. Kim bir ro'zadorga iftor qilib bersa dedi, Rasul aytadilar. Kim bir ro'zadorga iftor qilib bersa, Alloh taolo bunga 3 ta narsa beradi. Bitta odamga iftor qilib berganga 3 ta narsa beradi. Buni hamma gunohini Xudo kechiradi. Buni do'zaxdan ozod qiladi. U odam do'zaxga tushmaydi. Do'zaxga kiradiganlarning daftarini o'chirib yuboriladi bu odam.